Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun juda muhim masalani aniq va tushunarli qilib tushuntiraman. Pasport kitobchani almashtirish kerakmi? Pensionerlarga biometrik pasport kerakmi yoki yo'qmi? Bu mavzu ayniqsa yoshi ulug' ota-onalarimiz, pensionerlar, nogironligi bor fuqarolar, bankdan pensiya oladiganlar, notariusga boradiganlar, davolanish uchun hujjat ishlatadiganlar uchun juda muhim. Chunki bitta noto'g'ri tushuncha sabab odamlar bekorga navbatda turib qolishi, ortiqcha xarajat qilishi yoki aksincha kerakli hujjatni vaqtida almashtirmay muammoga duch kelishi mumkin. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntiraman. Qaysi pasportni almashtirish shart? Qaysi holatda shoshilmaslik mumkin? Pensionerga aynan qanday hujjat kerak? Biometrik pasport bilan ID karta o'rtasidagi farq nimada? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki eng ko'p xato qilinadigan nozik joylarni ham aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday huquqiy va amaliy ma'lumotlar har bir oilaga kerak bo'ladi. Avval fuqarolarning asosiy shaxsini tasdiqlovchi hujjati pasport kitobcha edi. Ko'pchilik uni qizil pasport, yashil pasport, kitobcha pasport deb ataydi. Bu hujjat ichida fuqaroning rasmi, tug'ilgan sanasi, yashash joyi, nikoh qaydi, farzandlar haqida ma'lumotlar, ayrim hollarda ro'yxatdan o'tgan manzili bo'lardi. Odamlar shu pasport bilan bankka borardi, pensiya olardi, notariusda ishonchnoma qilardi, poliklinikaga biriktirilardi, yer kadastr ishlari, meros, kommunal xizmatlar, hatto telefon raqamini rasmiylashtirish ishlarini ham bajarardi. Keyin hujjatlar tizimi bosqichma-bosqich o'zgardi. Avval biometrik pasportlar joriy etildi. Biometrik degani hujjatda faqat rasm va matn emas, balki elektron chip, biometrik ma'lumotlar, ya'ni shaxsni aniqlashga yordam beradigan raqamli ma'lumotlar ham bo'lishi mumkin. Bunday hujjatlar qalbakilashtirishga qiyinroq, chegara nazoratida qulayroq. Davlat xizmatlarida tekshirish osonroq bo'ladi. Hozir esa ishga foydalanish uchun eng asosiy hujjat sifatida ID karta keng qo'llanmoqda. ID karta bu plastik karta ko'rinishidagi shaxsni tasdiqlovchi hujjat. Uni ko'pchilik pasport o'rniga beriladigan karta deb tushunadi. Aslida kundalik hayotda mamlakat ichida, ya'ni bank, notarius, poliklinika, pensiya jamg'armasi, davlat xizmatlari ro'yxatdan o'tish, sim karta olish kabi ishlarda ID karta yetarli bo'ladi. Xorijga chiqish uchun esa alohida biometrik pasport kerak bo'ladi. Mana shu joyda ko'pchilik adashadi. Menga biometrik pasport kerak ekan deyishadi. Men ulardan so'rayman. Siz chet elga chiqmoqchimisiz yoki faqat pensiya olish, bank, notarius, poliklinika uchun hujjat kerakmi? Agar odam faqat O'zbekiston ichida yuradigan bo'lsa, odatda unga ichki ID karta kerak bo'ladi. Agar odam Rossiyaga, Turkiyaga, Qozog'istonga, Janubiy Koreyaga, umraga, davolanishga yoki farzandlarini ko'rishga chet elga chiqmoqchi bo'lsa, unda xorijga chiqish biometrik pasporti kerak bo'ladi. Demak, eng birinchi xulosa shuki, pensioner bo'lishning o'zi avtomatik ravishda xorijga chiqish biometrik pasportini olish kerak degani emas. Pensionerga shaxsni tasdiqlash uchun amal qiladigan ikki hujjat kerak. Bu ko'p holatda ID karta bo'ladi. Ammo chet elga chiqish rejasi bo'lsa, albatta xorijga chiqish biometrik pasport kerak bo'ladi. Men buni oddiy misollar bilan tushuntiraman. Birinchi holat, 18 yoshli otaxon bor. U qishloqda yashaydi, pensiyasini bank kartasiga oladi. Har oy dorixonaga boradi. Ba'zan poliklinikada ko'rikdan o'tadi. Chet elga chiqish niyati yo'q. Uning eski pasport muddati o'tgan yoki ayrim joylarda qabul qilinmayapti. Bunday vaziyatda otaxon uchun birinchi navbatda ID karta olish muhim. Unga xorijga chiqish biometrik pasporti shart emas. Chunki u chet elga chiqmayapti. Lekin shaxsni tasdiqlovchi amal qiladigan hujjat bo'lmasa, bankda kartani almashtirishda, pensiya bo'yicha ariza topshirishda, notariusda ishonchnoma berishda muammo bo'lishi mumkin. Ikkinchi holat. 72 yoshli onaxonning farzandlari Rossiyada ishlaydi. Onaxon yozda ularning oldiga borib kelmoqchi. U menda ID karta bor, shu bilan uçsam bo'ladimi deb so'raydi. Men bunday holatda albatta tushuntiraman. ID karta O'zbekiston ichida shaxsni tasdiqlash uchun. Lekin samolyotda xalqaro yo'nalishda uchish, chegaradan o'tish uchun xorijga chiqish biometrik pasporti kerak. Agar onaxon chet elga chiqmoqchi bo'lsa, biometrik pasport rasmiylashtirishi kerak bo'ladi. Bu yerda pensionerligi muhim emas. Safar rejasi muhim. Uchinchi holat, 14 yoshli fuqaro pensiyaga chiqqan, lekin hali ishlaydi. Korxonada kadrlar bo'limi pasportingizni yangilang, bo'lmasa hujjatlar bazaga tushmayapti deydi. Bu yerda masala nimada bo'lishi mumkin? Eski hujjat raqami elektron tizimlarda to'liq ko'rinmasligi,
pasport muddati tugagan bo'lishi, familiya o'zgargan bo'lsa, eski ma'lumot turishi, yashash manzili yangilanmagani sabab tizimda nomuvofiqlik chiqishi mumkin. Bunday holatda odamga xorijga chiqish pasporti emas, ID karta yoki amaldagi shaxsni tasdiqlovchi hujjatni yangilash kerak bo'ladi. 4-holat, pensioner onaxon uyini nevarasiga hadya qilmoqchi. Notariusga boradi. Notarius hujjatlarni tekshiradi va pasportdagi ma'lumotlar, kadastrdagi ma'lumotlar, nikoh yoki familiya haqidagi yozuvlar bir-biriga to'g'ri kelmayotganini ko'radi. Masalan, pasportda Tursunova yozilgan, kadastrda Tursunova yoki eski kiril yozuvida boshqacha kiritilgan. Yoki tug'ilgan sana bitta hujjatda 1924 yil, boshqasida 1925 yil bo'lib qolgan. Mana shunday holatda pasportni yangilashdan tashqari ma'lumotlarni to'g'rilash ham kerak bo'ladi. Shunchaki yangi pasport olish muammoni to'liq hal qilmasligi mumkin. Avval qaysi hujjatda xato borligini aniqlash kerak. 5-holat, pensionerning eski pasport kitobchasi bor. U bilan yillar davomida pensiya olib kelgan, hech qayerga bormaydi. Odamlar unga tezda biometrik pasport olmasangiz pensiyangiz to'xtaydi deb qo'rqitishadi. Men bu gapga ehtiyot bo'lish kerakligini aytaman. Pensiya to'xtashi odatda faqat pasport almashtirmagani uchun avtomatik bo'lavermaydi. Lekin hujjat muddati o'tgan, shaxsni tasdiqlash imkoni bo'lmagan, bank yoki pensiya tizimida ma'lumotlar yangilanmagan bo'lsa, to'lovda kechikish yoki qo'shimcha tekshiruv bo'lishi mumkin. Shuning uchun pensiya darrov to'xtaydi deb vahima qilish ham noto'g'ri. Umuman hujjat kerak emas deb beparvo bo'lish ham noto'g'ri. Endi eng muhim savol. Pasport kitobchani almashtirish kerakmi? Men buni 3 ta toifaga bo'lib tushuntiraman. Birinchi toifa hujjat muddati tugaganlar. Agar pasportingizning amal qilish muddati tugagan bo'lsa, uni albatta yangilash kerak. Chunki muddati o'tgan hujjat bilan bankda, notariusda, davlat xizmatlarida muammo chiqishi ehtimoli yuqori. Men pensionerman, menga bo'laveradi degan qoida yo'q. Yosh ulug' odam ham amaldagi shaxsni tasdiqlovchi hujjatga ega bo'lishi kerak. Ikkinchi toifa hujjati yaroqsiz holga kelganlar. Pasport yirtilgan, sahifalari tushgan, yozuvlar o'chgan, rasmi tanib bo'lmaydigan bo'lib qolgan. Suv tegib buzilgan bo'lsa, bu ham muammo. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Otaxon pasportini 20 yil cho'ntagida olib yurgan, muqovasi ajralgan, sahifalarining cheti uzilgan. Bank xodimi shubhalanadi, notarius qabul qilmaydi. Davlat xizmatida skaner qilganda ma'lumot ko'rinmaydi. Bunday vaziyatda hujjatni yangilash kerak. 3-toifa ma'lumotlari o'zgarganlar. Masalan, fuqaroning familiyasi o'zgargan, nikohdan keyin boshqa familiyaga o'tgan. Sud qarori bilan ism yoki familiya tuzatilgan, tug'ilgan sana bo'yicha xatolik aniqlangan, yashash joyi ma'lumotlari yangilanishi kerak. Bunday holatda eski pasport kitobcha bilan yurish keyinchalik katta muammoga olib keladi. Ayniqsa meros, uy-joy, bank omonati, pensiya qayta hisoblash, vasiyatnoma, ishonchnoma kabi ishlarda har bitta harf ahamiyatga ega. Kimlar shoshilmasligi mumkin? Agar fuqaroning amaldagi ID kartasi bo'lsa, ma'lumotlari to'g'ri bo'lsa, muddati o'tmagan bo'lsa, chet elga chiqish rejasi bo'lmasa, unda xorijga chiqish biometrik pasportini olishga shoshilish shart emas. Masalan, yetim yoshli onaxonning ID kartasi bor, bank kartasi ishlayapti, pensiyasi tushyapti. Notarial ishlar yo'q, chet elga chiqmaydi. Bunday odamga alohida xorijiy biometrik pasport kerak emas. Lekin ID kartaning amal qilish muddatini kuzatib borish kerak. Endi men eng muhim nozik jihatlarini aytaman. Birinchi nozik jihat. Biometrik pasport deganda odamlar har xil hujjatni nazarda tutadi. Kimdir eski biometrik ichki pasportni aytadi. Kimdir xorijga chiqish pasportini aytadi. Kimdir ID kartani ham biometrik deb o'ylaydi. Shuning uchun idoraga borganingizda aniq ayting. Menga O'zbekiston ichida foydalanish uchun ID karta kerak yoki menga chet elga chiqish uchun biometrik pasport kerak. Agar buni aniq aytmasangiz, noto'g'ri hujjatga ariza berib, vaqt va pul yo'qotishingiz mumkin. Ikkinchi nozik jihat, pensiya olish uchun chet el pasporti talab qilinmaydi. Pensiya uchun shaxsni tasdiqlovchi ichki hujjat, ya'ni amaldagi ID karta yoki qonuniy tan olinadigan boshqa hujjat kerak bo'ladi. Chet el pasporti faqat chet elga chiqishda, viza olishda, xalqaro chipta rasmiylashtirishda, chegara nazoratida kerak. Agar kimdir pensionerga biometrik pasport olmasangiz pensiya olmaysiz desa, avval aniqlashtiring. U ID kartani nazarda tutyaptimi yoki xorijga chiqish pasportinimi? 3-nozik jihat. Banklar va davlat idoralari elektron bazalar bilan ishlaydi. Hozir ko'p joyda hujjat raqami kiritiladi, tizim avtomatik tekshiradi.
eski pasportdagi ma'lumot elektron bazada to'liq chiqmasa, xodim sizni qaytarishi mumkin. Bu xodimning sizga yomon munosabati emas. Tizim shunday ishlashi mumkin. Shuning uchun yoshi ulug' odamlar hujjatlarni yangilab qo'ysa, keyingi ishlar ancha osonlashadi. 4-nozik jihat. Ko'p pensionerlar pensiyasini farzandi yoki nevarasi olish uchun ishonchnoma qilmoqchi bo'ladi. Notarius shaxsni aniq tekshirishi shart. Agar pasport eski, yaroqsiz, rasm mos kelmaydigan yoki ma'lumotlar chalkash bo'lsa, notarius ishonchnoma bermasligi mumkin. Chunki keyinchalik kimdir onam bunda ishonchnoma bermagan. Otamning hujjati noto'g'ri bo'lgan deb nizolashsa, notarius javobgar bo'lib qoladi. Demak, ishonchnoma qilishdan oldin hujjatni tartibga keltirish kerak. 5-nozik jihat sog'lig'i sabab idoraga bora olmaydigan pensionerlar. Ba'zi ota-onalarimiz yura olmaydi, nogironligi bor, yotoqda yotadi. Ularni qanday olib boramiz degan savol ko'p bo'ladi. Bunday holatda yashash joyingizdagi migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, ko'chma xizmat imkoniyatini so'rash kerak. Ayrim holatlarda mas'ul xodimlar joyiga chiqib biometrik ma'lumot olish tartibi bo'lishi mumkin. Buning uchun odatda ariza, tibbiy ma'lumotnoma yoki fuqaroning bora olmasligini tasdiqlovchi hujjatlar talab qilinishi mumkin. Har bir hududda amaliy tartib biroz farq qilishi mumkin. Shuning uchun oldindan telefon qilib aniqlang. 6-nozik jihat chet elda bo'lgan pensionerlar. Masalan, pensioner Rossiyada farzandlar bilan yashayapti. Pasport muddati tugamoqda. U O'zbekistonga qaytmasdan hujjat almashtira oladimi? Bunday holatda O'zbekistonning elchixonasi yoki konsulligiga murojaat qilish kerak. Chet elda hujjat rasmiylashtirish tartibi ichkaridagidan farq qiladi. Muddat ham uzunroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun safar oldidan pasport muddatini tekshirish juda muhim. Ba'zi davlatlar pasport muddati kamida 6 oy qolgan bo'lishini talab qiladi. Masalan, sizda pasport yana 2 oy amal qiladi deb o'ylab chipta olasiz. Lekin aviakompaniya yoki chegara xizmati sizni o'tkazmasligi mumkin. Bu ayniqsa davolanishga ketayotgan pensionerlar uchun juda og'ir vaziyat. 7-nozik jihat ism familiya yozilishi. Lotin, kiril, ruscha transliteratsiya. Eski hujjatlar orasida farqlar bo'lishi mumkin. Masalan, G'ulom bir joyda Gulom, boshqa joyda Gulomov, yana boshqa joyda G'ulomov bo'lib ketadi. Xalqaro pasportda esa lotincha yozuv juda muhim, chip-chipda. Viza, tibbiy taklifnoma, bank hujjatlari bilan pasportdagi ism bir xil bo'lishi kerak. Agar bitta harf ham farq qilsa, aeroportda, konsullikda yoki bankda muammo chiqishi mumkin. 8-nozik jihat. Qarindoshlar nomidan hujjat topshirish. Ko'p farzandlar otam keksaygan, men borib pasportini almashtirib kelaman deydi. Lekin shaxsni tasdiqlovchi hujjatni rasmiylashtirishda fuqaroning o'zi ishtirok etishi, rasmga tushishi, biometrik ma'lumot topshirishi talab qilinadi. Farzand faqat yordam berishi, navbat olishi, ariza to'ldirishda ko'maklashishi, to'lovni amalga oshirishi mumkin. Fuqaroning o'rniga to'liq pasport olib berish odatda mumkin emas. Agar fuqaro yura olmasa, yuqorida aytganimdek, ko'chma xizmat masalasini ko'tarish kerak. Endi men sizga aniq harakat rejasini beraman. Birinchi qadam uyda hujjatni qo'lga oling va tekshiring. Pasport kitobcha bo'lsa, uning amal qilish muddati bormi? Rasmi aniqmi? Sahifalari butunmi? Ism, familiya to'g'rimi? Tug'ilgan sana to'g'rimi? Yashash joyi ma'lumotlari muammosizmi? Shularni ko'ring. ID karta bo'lsa, uning amal qilish muddatini tekshiring. Xorijga chiqish pasporti bo'lsa, ayniqsa chet elga borish rejangiz bo'lsa, muddati kamida 6 oy va undan ko'proq qolganmi? Tekshiring. Ikkinchi qadam, sizga qaysi hujjat kerakligini aniqlang. Agar maqsad pensiya olish, bank kartasini yangilash, notarius, poliklinika, davlat xizmatlari bo'lsa, sizga ichki shaxsni tasdiqlovchi hujjat, ya'ni ID karta kerak bo'ladi. Agar maqsad chet elga chiqish bo'lsa, sizga xorijga chiqish biometrik pasport kerak bo'ladi. Ikkalasini adashtirmang. Uchinchi qadam, yashash joyi bo'yicha migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Ba'zi xizmatlar uchun oldindan elektron navbat olish mumkin. Agar ota-onangiz yoshi ulug' bo'lsa, ularni navbatda qiynamaslik uchun avval telefon orqali ish vaqtini, qaysi hujjatlar kerakligini, to'lov miqdorini, ko'chma xizmat bor yo'qligini aniqlab oling. 4-qadam, odatda kerak bo'ladigan hujjatlarni tayyorlang. Eski pasport yoki mavjud ID karta, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma kerak bo'lishi mumkin. Nikoh guvohnomasi yoki ajrim hujjati ayrim ma'lumotlarni tasdiqlash uchun kerak bo'lishi mumkin. Yashash joyi bo'yicha ma'lumot elektron bazadan olinishi mumkin.
lekin eski uy hujjatlari yoki kadastr hujjatlari ham ayrim vaziyatlarda yordam beradi. Agar familiya, ism tug'ilgan sana bo'yicha xato bo'lsa, FSHD yo hujjatlari, sud qarori yoki tuzatish kiritilgan dalolatnomalar kerak bo'lishi mumkin. 5-qadam, to'lov masalasini oldindan biling. ID karta va xorijga chiqish pasporti uchun davlat boji yoki yig'imlar bo'lishi mumkin. Pensionerlar uchun imtiyozlar masalasi qonunchilik va xizmat turiga qarab farq qilishi mumkin. Shuning uchun hamma pensionerga bepul yoki hamma bir xil to'laydi deb umumiy gapga ishonmang. Aynan sizning holatingiz bo'yicha davlat xizmatlari markazi yoki migratsiya bo'limidan aniqlang. 6-qadam. Ariza to'ldirganda har bir harfni tekshiring. Men buni juda qattiq ta'kidlayman. Ism, familiya, ota ismi, tug'ilgan sana, tug'ilgan joy, shaxshir, manzil, telefon raqami hammasini birma-bir tekshiring. Xodim, ham odam, siz ham odam. Xato bo'lishi mumkin. Hujjat tayyor bo'lib chiqqandan keyin xatoni tuzatish ortiqcha vaqt oladi. Ayniqsa xorijga chiqish pasportida ism, familiya lotincha yozilishi aviachiptadagi yozuv bilan bir xil bo'lishi kerak. 7-qadam. Hujjat tayyor bo'lgach, uni darrov kerakli joylarda yangilang. Bankka boring. Agar eski pasport raqamingiz bilan ochilgan karta yoki hisob bo'lsa, yangi hujjat ma'lumotlarini kirittiring. Pensiya bilan bog'liq bo'limlarda ma'lumot yangilanishi kerak bo'lsa, murojaat qiling. Mobil aloqa operatorida sim karta eski pasportga rasmiylashtirilgan bo'lsa, uni ham yangilang. Notarius, kadastr, soliq, kommunal xizmatlarda katta ish qilmoqchi bo'lsangiz, yangi hujjat bilan boring. 8-qadam. Hujjatlarning nusxasini va rasmini saqlab qo'ying. Men hech qachon asl hujjatni begona odamga berib yuborishni tavsiya qilmayman. Agar nusxa kerak bo'lsa, nusxa bering. Telefoningizda ID karta yoki pasportning rasmi bo'lishi favqulodda holatda yordam beradi. Lekin rasm asl hujjat o'rnini to'liq bosmaydi. Shaxsiy ma'lumotlarni ham ehtiyot qiling. Pasport rasmi, she'r, karta raqamlari firibgarlar qo'liga tushsa, muammo tug'ilishi mumkin. 9-qadam. Agar pensioner ota-onangiz hujjat masalasini tushunmasa, ularni yolg'iz yubormang. Farzand yoki yaqin qarindosh hamroh bo'lsin. Chunki idorada to'lov, ariza, navbat, imzo, ma'lumot tekshirish kabi ishlar bor. Yoshi ulug' odam charchab qolishi yoki noto'g'ri tushunishi mumkin. Lekin hamroh bo'lish degani ularning o'rniga imzo qo'yish degani emas. Har bir hujjat qonuniy tartibda rasmiylashtirilishi kerak. 10-qadam. Hujjat muddatlarini oilaviy nazorat qiling. Men maslahat beraman. Ota-onangizning ID kartasi va xorijga chiqish pasporti muddati qachon tugashini telefon kalendaringizga yozib qo'ying. Muddat tugashidan 2-3 oy oldin eslatma chiqsin. Shunda shoshilinch vaziyatda, masalan, davolanishga ketish, meros ishi, bank omonatini olish, uy sotish yoki ishonchnoma qilish kerak bo'lganda hujjat muammosi oldingizdan chiqmaydi. Demak, asosiy fikr shunday. Pensionerga faqat pensioner bo'lgani uchun alohida xorijga chiqish biometrik pasporti shart emas. Agar u O'zbekiston ichida yashasa, pensiya olsa, bank, poliklinika, notarius, davlat xizmatlari uchun hujjat kerak bo'lsa, amaldagi ichki shaxsni tasdiqlovchi hujjat, ya'ni ID karta yetarli bo'ladi. Agar chet elga chiqmoqchi bo'lsa, unda albatta xorijga chiqish biometrik pasporti kerak. Pasport kitobchani almashtirish masalasida esa asosiy mezonlar: hujjat muddati o'tganmi, yaroqsiz holatdami, ma'lumotlar to'g'rimi, elektron tizimlarda muammo chiqyaptimi, kelajakda notarial, bank, meros yoki safar ishlari bormi? Shularni tekshiring va shoshilmasdan, lekin beparvo bo'lmasdan harakat qiling. Agar sizning oilangizda pensioner ota-onangiz bo'lsa, bugun ularning hujjatlarini bir ko'zdan kechiring. Pasport, ID karta, xorijga chiqish pasporti muddati, ism, familiya yozilishi, bankdagi ma'lumotlar mosligini tekshiring. Shu oddiy ish kelajakda katta muammoning oldini oladi. Sizlarda qanday holat bo'lgan? Pasport kitobcha bilan bankda, notariusda yoki pensiya olishda muammoga duch kelganmisiz? Izohlarda yozib qoldiring. Men imkon qadar tushuntirishga harakat qilaman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing. Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ulashing. Bu ma'lumot ayniqsa ota-onalarimiz va pensionerlar uchun juda kerak.